Bankda kompyuterga xakerlik hujumi amalga oshirildi. Tekshiruv shuni ko'rsatdiki, hujum global tarmoqda ishlamaydigan lokal, ya'ni bizda o'sha kulrang IP manzil orqali amalga oshirilgan bo'lib, kriminalistlar ushbu manzilni bo'laklar ko'rinishida tiklay olishdi. Ushbu ular ushbu bo'laklarni ABCD deb shartli belgilashdi. IP manzil bo'laklarining ifodalovchi harflarining ketma-ketligi qanday bo'lganda to'g'ri IP manzili hosil bo'ladi. Ya'ni bizda birinchi sharti biror IP manzilimiz bizda nuqta bilan mana shunday boshlab tugallanmaydi. Mana bu yerda masalan o'n nuqta bilan tugallanmaydi. Yoki ikkinchi sharti har bitta IP manzil bizda nolu mana shu biror o'sha bo'lak qismini mana x deb oladigan bo'lsak, har bir bo'lak 0,255 dan oshmasligi kerak. Ikkita chegara ham kiradi, 0,255 ham kiradi. Ya'ni bizda IP manzillar masalan shu to'rtta bo'lak deb oladigan bo'lsak, mana shu har bitta bo'lagi hammasi bo'lib bizda 4 bayt bo'ladi. 4 bayt bo'ladi. Ya'ni 8 bitdan har biri, ya'ni bizda ko'rinayotgan bu o'nlik, mana bu yerda berilganlar o'nlik sanoq sistemasida. Agar bularni mana shu 0,255 orasidagi har bitta mana bo'lakni ikkilik o'tkazadigan bo'lsak, 8 bitdan iborat bo'ladi har biri va bu 32 bo'ladi jami. Ya'ni bularni qo'shadigan bo'lsak, bu 32 bit bo'ladi va 32 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 4 bayt bo'ladi. Ya'ni mana bu 4 bayt deyilgan shu hisobdan kelib chiqqan. Mana shunday shartlar bor. Endi mana bularni qanday joylashtirsak, mana shu shartlarga amal qilgan bo'lamiz. Masalan, keling, shunchaki A, B, C, D ni to'g'ridan to'g'ri yozamiz. Hech qanaqa e, joylashuvni o'zgartirmasdan. Ya'ni ko'rinish qanday bo'ladi? Mana A, B, C, D ni ketma-ket yozsak. Ya'ni bu bo'ladi bunda 185.1 25.1 demak, keyin 110. Mana nuqta. Ana shunday bo'ldi va mana bu yerda mana to'rxonali 1205 bunaqa IP manzil chegaradan oshib ketdi va nuqta bilan tugallanmaydi. Buni ham mana ko'rdik. Demak, bu olishimiz bo'lmaydi. Ya'ni ABCD varianti bo'lmaydi. Bizda bo'lishi mumkin. Masalan, keling, keyingi variantimiz bo'lsin. B, C, D, A deb olaylik. Mana B'miz 20, C'miz 5.1, D'miz demak 10 ayimiz bizda 185.1. Mana 205 to'g'ri, 110 to'g'ri, 185 to'g'ri, 1 to'g'ri. Mana bu variant ham hozircha bizda to'g'ri deb olish mumkin. Keyingisi yana bo'lishi mumkin bizda. Masalan, olishimiz mumkin A deb olish mumkin, D deb olish mumkin. Keyin 20 ni qo'ysak bo'ladi, B, keyin C. Mana A ni yozsak 185.1, D'miz bizda 10 nuqta, B'miz 20, keyin C 5.1. Mana 185, 110, 205, 1. Bu ham bo'lishi mumkin ekan. Yoki yana joylashtirish mumkin bizda C, D, A, B ko'rinishda olish mumkin. Demak, C'miz bizda 5.1, D'miz bizda 10 nuqta, 110 nuqta, A'miz 185.1 va B'miz 20. Mana 5, 110, 185, 120. Bu ham bo'lishi mumkin ekan. Yoki biz olishimiz mumkin D, A, C, B. D'miz bizda 10, A'miz 185.1, C 5.1, B 20. Bunda ham bo'lishi mumkin. Ana shunday hammasi mana e'tibor bersangiz, birinchisidan tashqari mana bu to'g'ri yozganimizdan tashqari qolgan to'rttasi to'g'ri kelyapti. Ya'ni hammasi mana nuqta bilan boshlab tugallanmayapti yoki 0,205 orasida tushayotgan 4 bayt bo'lyapti har biri. Endi bu yerda savolni asosiy qismi mana bu ostini chizib qo'ydik. Ya'ni lokal tarmog'da deyapti. Ya'ni bizda odatda oq va kulrang bo'ladi. Global bo'lsa oq, lokal bo'lsa kulrang. Ya'ni bular ma'nosi lokal degani kulrang degani bu chegaralangan, oq degani bizda o'sha ko'proq imkoniyat beradi. Ya'ni global degani internetda ishlaydigan IP manzillar haqida gap ketyapti. Mana shular demak internetda ishlaydiganlari bor bu yerda, o'z lokallari bor. Endi bizda lokal tarmoq bo'lishi uchun quyidagi demak sonlar bilan boshlanishi mumkin yoki quyidagi oraliqlarda bo'lishi talab etiladi. Mana birinchisi demak 10 bilan boshlanadi va bizda ana bu nollar har biri 255 gacha o'zgaradi. Ya'ni
Mana shu oralig'dagi mana shu oraldagi biror son bo'ladigan bo'lsa, bu bizda lokal tarmoq hisoblanadi. Ya'ni mana nollar 1, 2, 3, 4 va hokazo o'zgarib boradi. Yoki bizlar bo'lishi mumkin 172 16 0 0 bo'lishi mumkin. Bu 172 31 255 va 255 gacha keladi. Bu ham ana shu 172 16 bilan boshlansa, bu ham bizda lokal tarmoq hisoblanadi. Yoki biz ishlatadigan ko'p mana 192 158 00 dan 192 168 255 va 255. Bu ham lokal tarmoq hisoblanadi. Yoki zaxira diapazoni ham bor bizda. 127 bilan boshlanishi ham mumkin. Mana bu uchta nol keyin 255larga almashadi. Ya'ni shu oraliq degan. Mana o'rtasiga chiziqcha qo'yayotganimiz boshlanishdagi sonlar o'zgarmaydi, lekin mana bu nol joylashgan qismlar o'zgaradi. Mana nol joylashganlar 255gacha o'zgaradi. Bunda ham. Endi mana shu to'rtta son bilan boshlansa, bular lokal tarmoq deyiladi. Demak, mana shu yozganlarimiz o'zimizda lokal tarmoqda ishlatiladigan IP manzillar. Bundan qolganlari bu global, ya'ni internetda ishlaydigan IP manzillar hisoblanadi. Bizda lokal tarmoqda deyilgani uchun 10 bilan boshlanadigan mana shu to'g'ri javob bo'ladi. Ya'ni 10, 185, 15, 120 to'g'ri javob bo'ladi. Bular globalga kiradi.